Assalomu alaykum, virtual darsga xush kelibsizlar. Bu virtual darsligimizda biza bir loyiha qilganmiz. Shu loyihani overview chasti bo'ladi bu virtual dars, ya'ni intro qismi bo'ladi. Bu loyihamizning maqsadi bor. Sizlarga hozir loyihamizni ham o'zini ko'rsataman, maqsadni ham tushuntirib beraman. Muammoniga yechim topgan loyihamiz desak ham bo'ladi. Bu muammoga yechim topgan loyihamizni, ya'ni sun'iy intellekt yordamida qilganmiz. Vibe coding orqali prompt kiritib, sun'iy intellektga qildirib, barcha bo'limlarini sun'iy intellektga qildirganmiz. Ya'ni dizayn qilishdan tortib, ana ideya kelgan joyi bor. Ideya menda bor. Ideyani sun'iy intellektga aytganman. Qilsam bo'ladimi? Qanday qilaman? Logotip kerak, dizayn pattern qilib ber, kodini yozib ber. Kodini qanday yozasan, texnologik jihatdan men tushuntirganman. Hamma narsani qilib bo'lganimizdan keyin telefonda shu Apple platformasi uchun programma chiqarganmiz, ya'ni iPad, iOS o'sha iPhone telefonlarimizdan kirib, bemalol App Store'dan skachat qilib olib ishlatsanglar bo'ladi bu loyihani. Bu loyihani maqsadi bir muammoga yechim bo'lgan o'zi asli. Men o'zi internetdan, shu Taobaodan, Pinduoduodan, yana bir qancha platformalardan mahsulot zakaz qilib turadigan odatim bor. Bu mahsulot zakaz qilayotganimda har doim bir muammoga uchrayman men. Ya'ni bu qanaqa muammo deydigan bo'lsak, men Xitoyning pulini tushunmayman. Yuanda, misol uchun boshqa deylik Amazonda dollarda yoki o'zimman qaysidir saytlar bor, faqat yevroda. Rossiyaning AliExpress bor, aliexpress.com sayti, endi o'zbek so'mi ham bor. Endi hozir oldinlari rus o'zini Rossiyaning rubli bo'lardi. Rublni ham tushunmayman konvertatsiya qilishni. Har doim menga misol uchun deylik konvertatsiya kerak bo'lsa Google ga yozardim. Google ga ham deylik USD to UZS dedim-da, misol uchun post bersam $1 qancha bo'lyapti, $100 qancha bo'lyapti degan narsa kelardi. Natijasi menga chiqib kelardi. Endi bu joyda misol uchun deylik, endi har doim men Taobaodan narsa olayotgan vaqtimda misol uchun yuan to USD deb turib yozib turib natijasini ko'rardim. Bir Chinese yuan 0.14 sent bo'lar ekan. Deylik, endi men misol uchun deylik 7 yuan beradigan bo'lsam yoki 711 yuan beradigan bo'lsam $1 bo'lar ekan. Ya'ni mahsulotni narxini ko'rib har doim programmadan chiqib ketib, ya'ni misol uchun bunday ko'tarib Google ga kirib, Google dan mana shu joyni topib yoki Google ga yuan to USD qilib natijani ko'rib, yana chiqib ketib kirardimda, misol uchun har bitta programmadan produkt mahsulot zakaz qilmoqchi bo'lganda narxini ko'rishim bilan sirazi bu yoqqa o'tib konvertatsiyani qanaqa narxda bo'lishini so'mda yoki dollarda ko'rardim. Juda vaqtimni ko'p olardi bu. Har doim Google ga kirib, Google dan typing qilib, yozini yuan to USD qilib yoki qanaqadir extension qilib yozib olib, uni qayergadir hadeb ochmasligi uchun deb. Endi keyin yana bir muammo bor. Google da ham noto'g'ri bitta joy bor. Ya'ni noto'g'ri emas. Google bu narsani unga yechim bergandir balki, men bilmayman u narsani. Deylik, mana Chinese yuan bir turibdi, tepada turibdi, kiritadigan joyimda pastda dollar turibdi. Deylik, endi men shuni misol uchun Rossiyada yashayman, men ham dollarda ham rublda ko'rmoqchiman. Buni imkoniyatini qayerdan qilaman? Hozir yana boshqatdan yozishim kerak. Endi yuan to rubl deb yozishim kerak. Rubl deb yozishim kerak. O'shanda men Rossiya rubl chiqyapti. Endi misol uchun bir deylik $7 711 bo'ladigan bo'lsa 79.24 Rossiyaning rubli bo'lish kerak ekan. Bu har doim yana vaqtni oladi meni. Misol mahsulotga bo'lgan e'tiborimni qaratishdan ko'ra narxini olib unga kirib, bunga kirib boshimni og'ratishim kerak. Unga men bir yechim topishni o'ylab ko'rdim. Ya'ni bir dastur qilmoqchi bo'ldim. Sun'iy intellektga ketdim. Mashinaqa muammoga men yechim bermoqchiman desam, zo'r o'ylabsan. Давайте bunday qilamiz, unday qilamiz deb sun'iy intellekt yordamida qilindi bu loyiha. Bu loyihani hozir men sizlarga ko'rsataman. Loyihaning nomi Currency Flow. Currency Flow degan loyihamiz bu ichiga kiradigan bo'lsak, birinchi oynamizda hech qanaqa narsa rubl, umuman dollar hech narsa tanlanmagan. Chunki birinchi kirib kelgan odamda hali qanaqa bo'lishligini bilmaymiz. Shuning uchun tanlanmagan sanda tanlash uchun men bu currencies bo'limiga o'tgan deyilyapti. Currency bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bizga kerak bo'ladigan pul birliklarining spiskasi bor. Bu real time API dan ma'lumot bazadan olinadi, ya'ni Google tomonidan beriladi desak ham bo'ladi yoki o'zimman agar topolsak, misol uchun tekin variantlarini ham topsak bo'ladi. Bu loyihada hozir shu tekin variant ishlatilgan. Free currency
currencies.com degan sayt bor ekan. Bu tekin shu pul birliklarini jo'natib turadigan, ya'ni real vaqtda ishlaydigan sayt bor ekan. O'sha saytdan tekinga olingan. Bu lekin limiti bor. Bir kunda misol uchun 1000 ta 2000 ta zapros, ya'ni request qilishimiz imkoniyatimiz bor, tekshirishimiz. Bunga ham yechim topganmiz. Bir marta kirgandan keyin boshqa qaytib o'sha ma'lumot bazadan so'ramaydi. Hammasi lokal xotirada qiladi. Ya'ni bir kun davomida pul birligi birdan o'zgarib ketib qolmasligi aniq u. Biz buni tekshirib ham ko'rganmiz hayotimizda. Endi bizga kerak bo'ladigan misol uchun mahsulotni tanlayotgan joyimiz bor. Deylik Alibaba, AliExpress, 1688, Pinduoduo, Taobao degan saytlarimiz bor. Bizning misolimizda Taobao yoki Pinduoduo. Unda haqiqiy Xitoyning yuan puli. Bu joyda biza yuan deb yozamiz. Yuan deb yozamiz. Xohlasak, agar biz dollar deyotgan bo'lsak, yuanga, yuan deb bo'lsa dollarga qilmoqchimiz. Endi yuan deb yozsak, yuan chiqib keladi. Deylik, USD deb yozsak, USD dollar chiqib keladi. Endi mana bu yerda yulduzchani bitta bosadigan bo'lsak, bizga aynan shu pul birligi kerakligini tanlab qo'ygan bo'lamiz. Keyin misol uchun rubl, Rossiyan rubli yoki o'zumuman deylik evro yoki boshqa bir pul birligini tanlaylik. Misol uchun OZS bormikin? OZS yo'q ekan. Endi qaytamiz mana oynaga. Birinchi oynada dollar turibdi. Endi dollarni bosib turib, o'zimizga qaysi pul birligidan konvert qilmoqchi bo'lganligimizni tanlaymiz. Biz hozir default ya'ni birinchi kirishiga dollarni berib qo'yganmiz. Chunki butun dunyoda dollar endi ancha obro'si bor, o'shaning uchun dollar berganmiz. Bu joydan yuanni tanlab qo'yamiz deylik. Yuan tanlasak, endi mana 1 yuan nechidir dollar, nechidir rubliga aniq mana hozir ko'rib turibmiz. Google da ham tekshirib ko'rdik, o'zimizning programmamizda ham tekshirib ko'rdik. Endi 7 yuan 711 yuan qiladigan bo'lsak, 1 dollar yozyapti-da 79.98. Google bilan почти bir xil. Men uni tekshirib ko'rdim, bir nechta saytlardan tekshirib ko'rdim. 1 sentga farq qilyapti mana shu programma. 1 sent. Butun dunyo bo'yicha tekshirilganda 1 sentga farq qilyapti. Yomon emas, tekin bitta ma'lumot bazadan olaman, natijani ko'rsataman. Men ham birovga sotmayman bu programmani. Tekinga olib ishlataversin. Xo'p, endi men misol uchun qolgan pul birliklari menga kerak bo'lib qolsa, misol uchun bosamanda yana qaysi pul birliklari misol uchun menga kerak. Boshqa pul birligini tanlaymiz. Misol uchun yevro. Yevroni tanlab oynaga qaytadigan bo'lsak, mana yevro ham turadi. Endi Chinese yuan tepada turibdi. Men Chinese yuanning narxini o'zgartirib aytaveraman. U menga 3 xil pul birligida menga konvertatsiya qilib beradi. Google ga ham kirishim shart emas. Google ga har doim kirib, unga chiqib, bunga chiqib o'tishim ham shart emas. Shunchaki mana ishlab turgan loyiha. Buni App Store ga chiqardik. 7-8 soat davomida kod yozdik, ya'ni reja qildik. Yani reja sun'iy intellekt bilan qilindi. Unga logotip yozdirdik, logotip yasattirdik. Logotipga programmani to'liq kodini, ranglarini, qanaqa bo'lishligini tushuntirdik. Programmaning ranglarini olganimizdan keyin Cloud Code'ga hamma narsani berdik. Mana logotip, mana u, mana bu deb Xcode project yaratib, iOS platformasi uchun iPadga, iPhone'ga tushadigan variant programma yaratdik. Shu programmani folder papkasini Cloud Code'ga terminal orqali kirdik. Va Cloud Code'ga bor promptlarni kirgizdik. Ya'ni misol unaqa ber, bunaqa ber deb aytdik. Ularni hammasini tekshirib Cloud Code qilib berganidan keyin dastur tayyor bo'ldi. O'zimiz olib test qildik. Keyin test natijasi yaxshi bo'lganidan keyin App Store platformasiga, ya'ni App Store platformasiga App Store Connect orqali biz publish qildik. Programmamizni chiqardik. O'tga test flightga chiqardik. Test flightda ham test flightda tekshirdik, internal, external testlar yaratdik. Ular ham muvaffaqiyatli o'tdi, approve qilib berishdi. Keyin biz approve qilib berganidan keyin uni orasida alohida yana versiya chiqardik. 1.0 versiyasini haqiqiy App Store uchun publish qilib chiqardik. Apple developerlar uni test qilib berishdi va 2 soat va 11 minut davomida testdan o'tgan va bizga ready for distribution status berilgan. 5 ta etap. Reja, logotip, design guideline, kod yozdirib App Store ga publish qildik. 5 ta rejani 8-9 soatda amalga oshirdik. Ya'ni kimdir, qaysidir worker ishchini, ya'ni ishchini bir kunlik ishi vaqtida biz bitta loyihani o'ylab, yaratib, muammoga yechim topib, u muammoni hal qilib App Store ga biz publish qildik. Ya'ni iPhone telefoningizdan hozir shuni misol currency flow deb yozsanglar chiqib keladi sizlardan.
Bu narsani hammasini biza vibe kod orqali, ya'ni sun'iy intellekt yordamida umuman почти kod yozmasdan amalga oshirdik. Bundan buyog'iga sizlarda savol paydo bo'lishi mumkin. Sun'iy intellekt kodi qanaqa ekan, qanaqa yozar ekan, dabdil yozar ekanmi, o'qisi bo'lmaydigan kod yozadi degan kommentariyalar bo'lishi mumkin. Yo'q. Men sizlarga bitta zo'r keys aytaman. Sun'iy intellektga hamchi xato prompt bersanglar, menga uni qilib ber bo'ldi desanglar, u qolgan narsasini qilib beradi. Men unga yozdim, clean code bo'lsin, arxitektura bo'lsin, folderlarga to'g'ri qara, dependency injection, shu DI amal qil, solid keysga amal qil, hammani qonun qoidaga amal qil deb yozdim. Chotki, taniq, kelajakda scaling qiladigan, kattalashtirsa bo'ladigan proyekt bo'ldi. Xudo xolisa bu proyektni kelajakda balki yana qolgan update'larini ham darslik qilib chiqaraman. Ya'ni App Store'ga testlatga qo'ydik, publish qilishni o'rgandik. Endi bor bo'lgan proyektimizga qanaqa qilib yana kod orqali, shu sun'iy intellekt orqali yangi xususiyat qo'shib, o'sha yangi xususiyatni qanaqa qilib App Store'ga update qilishga, ya'ni publish qilishga, yangi versiya qilib berishligini ham o'rganib chiqamiz, xudo xolisa inshaalloh. Xo'p, proyektimiz mazmuni boshqasini tushuntirdim sizlarga. Bu video darslikdan keyingi video darslarni qanaqa qilingan, hamma narsasini qo'yib boraman birma-bir, ko'rishingiz mumkin. O'zingiz uchun bilib o'rganib olsanglar bo'ladi. Kommentariy yozinglar, podpiska bo'lmagan bo'lsanglar, podpiska bo'lib olinglar, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Kelajakda yana yaxshi video chiqaramiz. Bundan buyog'iga ham sun'iy intellekt yordamida har xil loyihalar qilamiz. Bularning hammasini YouTube kanalimizga joylab boramiz va loyihalarning hammasini publish bo'ladigan bo'lsa, linklarini shu YouTube kanalidagi videoni ostida qoldirib ketamiz. Havolasini bosib o'zingizlar kirib tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, unda boshlaymiz. Men brauzerim Sonnet deymizmi, Comet deymizmi, nima deymiz, shunaqa brauzer ishlataman. Icon hozir ko'rsataman sizlarga. Men bunda bosganda Perplexity degan bitta API anaqa bor, sun'iy intellekt bor, o'shani brauzeri bor ekan. Xohlagan bir saytni ichiga kiradigan bo'lsa, Alex.uz hamma ishlatgan O'zbekiston bo'yicha. Mana shu joyda mana assistentdan bosadigan bo'lsak, AI bor, bu yerda sun'iy intellekt. Bu yerga prompt yozadigan bo'lsak, bizga shu promptimiz bo'yicha analiz qilib beradi. Bu brauzer o'zi default anaqasi sun'iy intellekt bilan birlashlaydi. Bu brauzer tekin brauzer. Men bu yerga maqsadimni yozdim. Xullas, menga shunaqa narsa kerak, qayerdan topsam bo'ladi yoki menga ko'rsatib ber, analiz qilib ber desam, assistent menga aytayaptiki, 10 ta narsalarni ko'rib chiqdim. Ham variantli bor deyapti. Bularni endi tekshirib chiqamiz va sourceslar ham shu yerda berilgan o'zi mana. Sekin o'qib chiqamiz endi. Loyihani qanaqa qilishimizni miyada bilamiz. Bizga kerak bo'ladigan narsalar to'g'ri keladimi yo'qmi, birma-bir tekshiramiz. Yaxshi, mana qayerdan qilayotganligini beradi. Exchange rates, currencies, conversation. Tekinmagan pricing bor ekan. Oyiga menga price list kerak emas-da. Free currency. Mana tekin ekan menimcha. Nimadan pul qilishadi bular? Nimaga login? Men token bilan murojaat qilaman bunga. PHP uchun, Ruby uchun official libraries. O'zingizlar orqaliga qo'shsanglar bo'ladi. Tushunarli. Official libraries, authentication, limit, status kodlari, bularni menimcha bilsanglar kerak. Tak, currency list. Mana bizga kerak narsa. Maqsadi mana proyekt nima uchun bu g'oya miyaga keldi, qayerdan generate bo'lib qoldi deydigan bo'lsa, bu g'oya men Taobao, Pinduodo, 1688 shunga o'xshash qanaqadir portallaridan yoki Alibaba, AliExpresslardan narsa sotib olaman va shu darajada muammo bo'ldiki, har safar pul birligini hisoblashim uchun har safar Google'ga yozaman, keyin ChatGPT'ga yozaman, menga hisoblab ber, mat bo'lib ketmadimi, bunday bo'lmadimi deb har safar hisoblayman. Agarda mana shunaqa dasturim bo'lsa edi, men oson bo'lardi, shu tanlab qo'yardim yuanni va yuanni dollarga, so'mga, ya'ni qaysidir valyutaga konvert qilsa, nechta pul bo'ladi degan bir savol bilan shu loyiha boshlangan. Qaniydi shunaqa ilovam bo'lsa edi. O'zi aslida ilovalar ham mana shunaqa muammolarni yechish uchun bo'ladi ilovalar. Masalan, ChatGPTga ChatGPTning ham tekin varianti, pulli varianti emas. Aytaman men, listni tashlasam, menga u analiz qilib beradi. Endi list katta bo'lsa, misol uchun men juda katta listni tashlasam,
tekshirib chiqishga imkon yo'q bo'lsa yoki o'zimman man rub nima qiladi, nok nima qiladi, nok bu mevami o'zi bu, shu narsalarni bilmayman. Shuning uchun hali sen logikasini Xitoy pul birligi bilan ro'yxatdan agar xohlasang men senga ilovada real time valyuta konvertatsiyalash qilib beraman. O'shanda bizda mana bu narsa bormi degan savol bor, mana Chinese yuan bo'ldi, mana bor ekan. Bizni valyutamiz bor o'zimman. Bu listni kelajakda ishlatamiz. Endpoint status ko'ramiz. Status API free API va bir status bundoq olib get request bo'lgani uchun brauzerdan call qilib qo'yamiz. Error API key bizda key yo'q ekan. Keyni qanaqa olamiz? Authentication'ni qanaqa qilamiz? Buni aytmadingiz-ku, aka. Qayerdan API key olamiz degan savolni. Mana. Yo'q. Credential dotku. Mana. Ko'rmay qolibman shuni. O'qidim-ku shu narsani. Battanligini bilmabman. Endi buni bosamiz. 5 minutes later. Voy, balga qotib qolganlar, hamnavbat qilib. Mana senga o'sha kayf. This is my API key. Yes. Brauzerga olib tashlaymiz. Vot, mana bizga kerak bo'layotgan narsa mana shu bo'ladi. Boshqa narsa kerak emas. Mana shu narsa uchun biz harakat qildik hozir. Request playground bir dona API qo'yil masalan. Butun boshli proyekt uchun bir dona currencies degan narsani olamiz. Currencies list chiqadi bizga. Bor butun endpoint mana shu ekan o'zi mana. Buni bosgancha. Tak, account ID maniki. Where is both total used ikkita total mintami o'shanda remaining grade total used remaining. Nima bor yo'q min marta. Voy. Nima bu? Har oyda yangilanib turarmikin endi bu? Month. Bo'ldi, har oyga mingta. Qanday logika qilamiz endi bunga? User kiryapti, request qilib olib kelyapti real time, hisob kitob qilyapti, keyin yana qaytib chiqib ketyapti programmadan, yana qaytib kiryapti, yana olib kelyapti, yana hisob kitob qilyapti. Shu yerda o'zida ikkita ishlatadi. Bir kunda 4-5 marta kirsa, 4-5 marta yo'q ketadi. Agar proyekt katta bo'lib, yuklovchilar soni ko'p bo'lsa, bir kunda 2000 ta odam skachat qilsa, demak 1000 ta ishlatib bo'ladi, ishlatib qolganlari ishlata olmas ekan programmani. Boshqa yechim o'ylash kerakga o'xshayapti. Agarda men uni cache qilib qo'ysam, real time ishlamaydi. Daily qilib qo'ysam-chi, bir kunda o'zgarmaydi-yu. 1 soatda o'zgarmaydi. O'shanda men bitta kirganda proyektga mana bugungi sana bilan get qilaman, cashga yozaman. Keyin yana kirgan paytimda bugungi sana bilan data cashda bormi yo'qmi tekshiraman. Agar data bor bo'lsa, bo'ldi, cashdan olib ishlataman. Agar yo'q bo'lsa, fetch qilaman internetdan. O'shanda bir kun davomida kirganimda men local storagedan ishlataman. Ya'ni bir kunda misol o'zgarib qolmaydi. Bo'ladi, yechim zo'r. O'zimga qoyil. Boshlanish ishlatib turaveraylik. Men bu API keyin balki kelajakda men o'zgartirib boramiz balki. Hozir development holatda yana 5-6 tasini yesak, 10 ta qo'y nima bo'ladi deganday bo'ladi-da. Bo'ladi. Bizga bu URLni yo'qotib qo'ymasligimiz uchun save qilgan bookmark mana shu yerga qila qol. Aytgandek, yana bir gap. Menga bu narsani olamiz. Bizda bor, davom etib ketamiz. API'larni topib berdim, mayli. Bu ilova uchun kreativ, professional, user friendly app name kerak. Bunda bosamiz. Currency flow, exchange mate, rate pilot, valuta hub, FX converter, currency flow, pul birligi kurslarining oqimi oson, tushunarli tarzda boshqarishga urg'u beradi. Exchange mate do'stona, yordamchi sifatida valyutani almashtirish va hisoblash uchun qulay. Rate pilot, foydalanuvchi valyuta kursi dunyosida yondashuvchi mangacha bulardan eng ma'qulini tanla. Bir dona. Currency flow nomi eng ma'qul variant hisoblanadi. Bu nom qisqa, esda qoladi, professional va user friendly ko'rinishga ega. Ilovaning asosiy funksiyonalligi valyuta kurslarini real vaqtda kuzatish hamda oqimni flow tarzida boshqarish ifodalaydi. Foydalanuvchi uchun ishonchli va zamonaviy moliyaviy ilova. Currency flow, exchange mate, currency flow, mayli, pul birligi. Ajoyib.
maqtab qo'yamiz. Endi menga currency flow Apple platform uchun app colors generate qilib ber. Menga gradient color ko'proq yoqadi desam, tak, mana currency flow ilovangiz uchun app platformalarida, Apple platformalarida zamonaviy professional birlik ko'rinadigan 3 ta gradient rang palitrasi. Ajoyib. Menga shu berilgan colorsni ext plus colors.swift file yozib ber desamchi, ajoyib. Endi bizda API bor, color bor, app name bor. Endi logotip kerak. Logotipni qayerdan olamiz? Logotipni Grokdan olamiz. Bu ham sun'iy intellekt. Tak, men app color bilan logo yaratishim kerak. Menga AI tushunishi uchun prompt yozib ber. Tak. Men app color bilan logo yaratishim kerak. Menga AI tushunishi uchun prompt. Bu prompt shu tekst yozib ber deyman. Tak. Men inglizchasini juda zo'r tushuna olmayman. O'shancha o'zbekchasini o'qiyman. Currency Flow nomi zamonaviy, professional moliyaviy ilova uchun logo yarating. Dizayn uchun Aqua Coke va Indigo gradientlarda hamda nimadirdan foydalan. Mayli. Zo'rg'a ko'ndirdi. Endi Grok kerak hozir. Menga logotip kerak hozir. Cloudga oxirida o'tamiz. Bu ham sun'iy intellekt, koding bo'yicha zo'r. Grok Tour 1. Mayli, kerak emas hozircha menga o'zgartib qilish. Bu yerda menyudan Imagine tanlaymiz. AI bergan prompt qani promptimiz? Promptimizni copy qilib olamiz. Bunga o'tamizda mana izobrazение joyi bor. Izobrazение videoda bo'lib qolishi mumkin. O'shanga e'tibor beringlar. Izobrazeniyani tanlab, bergan promptni shu yerga tashab, enter etadigan bo'lsanglar, sizlarga logotipni generate qilishni boshlaydi. Biza uni olib, o'zimiz xohlagan bir razmerga o'zgartirishimiz kerak. Razmerni ham aytsak bo'lardi o'zi boshida. Men xato qildim balki. Currency flow ajoyib, logotip ideal bo'lyapti. O'zimga ham yoqib ketdi. Projekt maza qilib ishlataman endi. Tak, scroll qilganimiz sari sun'iy intellekt generate qilib ketaveradi qaysi bir variant, lekin unique variant qiladi har doim. O'xshash bo'lib qolishi endi kamdan kam holatda ko'rganman. Tak, bir logotip tanladik, yoqdi, skachatni bosamiz. Bizga skachat qilib bermaydi-yu, kattaroq variantni ochib beradi. O'sha yerdan saqlanit image as deganini tanlab logo deymiz. Downloadga tushadi bu. Mana bor bizning logotipimiz. Bizga Figma kerak bo'ladi. Bu logotipni ustida ishlashimiz kerak. Figmada sizlar boshqa proyekt ochib olasizlar, men bitta blank qilib create design qilib turib ochasizlar. Menda tayyor open bo'lib turibdi Kids Learning app. O'shanchiga tashlayman-da. Bu yerdan F ni bosadigan bo'lsam, men bitta chiqib keladi. Men bitta ham bor mana. Xo'p, bu F ni bosadigan bo'lsam, bu yerda frame degani bu. Framedan men xohlagan bir frameimni tanlab, buni chizib tashlayman-da. Men bitta razmer aytaman. 1024 ga 1024. Copy qilamiz. Tak, ko'tarib drag drop qilsa ham bo'ladi. Copy qani? Mana copy. Bu yerga tashlaymiz. Keyin yana copy qilib buni ichiga tashlaymiz mana. Bu yerdan mana shu yozuvlarni qirqib tashlashimiz kerak. Kelajakda bizga xalaqit bermaslik uchun olib tashlayman bularni ham. Tak, endi buni biz iOS standart razmeriga to'g'rilab konvert qilamizda. Buni ichidan klip turibdi ekan o'zi. Qo'ymasanglar ham yoqasi chiqib qoladi. Klip qilsa, berilgan razmeri klip qiladi-da. Dahshat bo'ladi, logotiplar ustida turadi. Xo'p, 1024 ga 1024 razmerda, 1024 ga X 1024 razmerda bo'ldi bu logo. Tak, endi biza bu logoni o'chib tashlaymiz bunda. Ko'proq app icon degan joyida Xcode ichida PNG variant ishlatishadi. Shuning uchun logo deymiz. Logo. Keyin
kelajakda applicationni ichida settings, balobattarlarini ichida app iconini ko'rsatmoqchi bo'lsak, logotip ko'rsatmoqchi bo'lsak, PDF varianti ham olib qo'yganimiz yaxshi. Sababi PDF varianti juda katta kачествоda beradi, ya'ni tiniq, juda tiniqlikda beradi. Oddiy image yuklasa, Xcode'da bilsanglar ichida 1x, 2x, 3x deydi. PDF SVG varianti yuklansa, umuman XPX so'ramaydi. Prям eng original variantini yuklagan bo'ladi. O'zini scale qilish imkoniyati katta bo'ladi. Logotip ham tayyor, nom ham tayyor, color ham tayyor, API ham tayyor. Endi biza proyektni strukturasini qilishimiz kerak. Strukturasini qilishimiz uchun yana biza AI'mizga qaytamiz. Ya'ni bizning maqsadimizni tushungan AI, chunki boshdan bosh gaplashib kelganmiz u bilan. Bizaga aytamiz endi loyihani yaratib ber deymiz. Bu nimaga prompt engineering deyshadi? Mana shu sizlarga example bo'ladi. Men yozyapman, Xcode project sifatida yaratadigan loyiha bo'ladi. Fayllarni, strukturasini, folderlarini, MVVM arxitekturini bilishim kerak men o'zim, SwiftUI qanaqa texnologiya ishlataman, Modern UI dizayn bo'lish kerakligini aytaman unga, qanaqa qoidalar qilishim kerak, dasturchilarning o'zlarini terminlarini qo'shdim, bularni bilishim kerak. Multi-thread bilan ishlaydigan narsalar bular, hammasini tushunish kerak buning uchun. Shuning uchun ham prompt engineering deydi, ya'ni prompt yozganda ham yozishni bilish kerak. Menga u narsa kerak, bu narsa kerak, ishlasa bo'ldi degan narsa emasda. Keyin MD fayl yaratib ber deyapman. Sababi MD faylni ham kelajakda o'ylayapman, qanaqa qilib ishlatish kerakligini. Texnik talablar Swift language bo'ladi 6, UIKit, MVVM, Modern UI friendly, clean code solid, dependency injection, async await, localization code, UI unit test kerak emas. Design guideline bo'yicha xtcolordan olasan, papkalar o'rnatish, git clone, your forensic flow git, ya'ni git kerak emas, hozircha env kerak emas, science playlist kerak emas. Mana bitta code as md, yes. Tak. File name nima edi file name? Tak, project guide yoki project setup. Endi biz buni Visual Studio Code ochamiz. Kerak emas bo'lgan joylarni olib tashlaymiz. Mana siz so'ragan talablar kerak emas. Bular loyihani Xcode currenceslar, balobattar, test case kerak emas. Dependency domainlar mayli turaversin. DI'lar bor, texnik unit test kerak emas menga hozir. Vaqt oladi, user token vaqt ko'p oladi undan. Pod mod umuman kerak emas menga. Boshlanish dependency o'zi biladi uni, boshlanish SwiftUI. Izoh loyiha zamonaviy SwiftUI best practice asosida zo'r mashq qolib ketgan ekan o'zi menda. Tashkil qilinadi har bir qatlamda kod qisqa, ravon va solid principle. Demak zo'r, bu gap yo'q. Tak, agar xohlasangiz degan so'z umuman kerakmaydi bizga. Tak, tayyor proyekt setup qilish uchun. Endi hamma narsamiz tayyor. Endi Xcode project yaratsa ham bo'ladi. Xo'p, fayllarimiz tayyor. Endi Xcode proyekt yaratib, bu fayllarni uni ichiga kerakli joylariga joylashtirishimiz kerak. Tak, bizda browser bor, folder bor, bu Figma bor, plus qilamizda Xcode ochamiz. Tak, Xcode bu ekranga o'tkazamiz. Create new project. macOS uchunmi, iOS uchunmi, multiplatform biza hozircha iOS tanlaymiz. Macda ham ishlatsa bo'ladi. Apple Silicon chiplariga moslashgan varianti. iPad dizayn etib chiqadi, zato bir xil ishlaydi, birga bir. Aynan macOS programmani yaratish shart emas. Shuning uchun iOS platformasi uchun telefondan foydalanganimiz uchun next project name, company was company, account was account tanlanadi. Telefonda run qilish oson bo'lish uchun organization identifier degan narsa bu proyektni unique identifier bo'lishi kerak. Xatga saqlanib qilish so'rayapti. Hozircha biz mayli qolaversin shu joyida. Bizda mana proyektimiz tayyor.
Xcode project preview hamma narsasi chotki bo'lgancha ozgina poylaymiz. Bizda preview bor. Preview kerak emas, hozircha biz yopamiz. Folder ma'lumotlarimiz turibdi. Assetsga kiramiz. Assetsga app icon degan joyga appearance'larni tanlab tashlamaymiz. Bizga single bo'ladi, single none bo'ladi mana. Single size bittali bo'ladi. Agar misol uchun men buni all sizes bersam, men buncha narsani yuklashim kerak. Buni ham yo'li bor. Erinchoq odam o'zi har doim yo'lini topadi deydi. Mana ham sayt bor mana. Shu yerga iconni tashlab turib, kerakli mana misol uchun iPhone ga qotgan bo'lsak, iPad ga qotgan bo'lsak, mana bu iconni tashlaydigan bo'lsak, generate tugmasini bossanglar, shu nechta mana bitta size chiqyapti. Mana shuncha sizega kesib konvert qilib o'zi cho'tka qilib beradi. Biza hozir all size emas, single size qilganimiz sababi 1024 ga 1024 qildik. Mana 1024 size universal bersang, o'zim qolaman qolganini deyapti. O'shaning uchun shunaqa qildik. Drag drop qilsa ham bo'ladi yoki mana bitta yozib turib, to есть 2 marta esa open chiqadi, sources. O'sha yerdan tanlasak ham bo'ladi mana. App iconimiz joylashdi. Endi accent color'ni hozir biza mana bu color'ni berib ko'ramiz. Accent color uchun show hex color beramiz. Mana yo'q, bu yemadi. Buchi sal yedi. Sal main color bo'lgan hisobga buchi. Ya, dahshat. Yemadi. Bunisi bu ham yemadi. Bunisi yedi. Mana qolsin. Main bu mana qoladi. Bizda boya color extension Swift fayl qilib yaratib beruvdi. Biz mana bu fayl name'ini copy qilamizda. Shu yerga tak template orqali yaratsak ham bo'ladi. Swift fayl. Keyin brauzerga o'tib shunday copy qilib paste qilsak, bizda hammasi ishlaydi. Menuni olib qo'yamiz, kerak emas, kattaroq ko'rinadi. Qayta bitta build qilamiz. Build qilish ham mana bunga olib borsak ham bo'ladi. Tak produktga borib turib build qilsak ham bo'ladi mana bu yerdan yoki shunchaki command b deydigan bo'lsak, build qilib beradi bizga. Sababi mana o'zgarish, mana assets hammasi o'ziga kelib olishi uchun. Tak, bular bo'ldi, extension tushdi, build bo'ldi, chotki hammasi ishladi. Endi yana brauzerga qaytamizda, strukturamiz bo'yicha hamma ma'lumotlarimiz bor edi. Bizani o'sha yerdagi ma'lumotlarimizni proyektimizni folderiga tashlab olamiz. Ya'ni bu proyekt folderi o'zi ichida yo'q hali, shunchaki blank project. Endi bu proyektimiz ichiga download faylimizni ichida proyektimiz plani bor. O'shani copy qilamizda, bu proyektimiz folderining ichiga olib kelib tashlaymiz. Endi shu proyekt folderini terminalda shu warp degan terminalimiz bor, o'shanda ochamiz. Menda warp qayerda mana? Warp degan terminalim bor, o'shanda ochamiz mana. Setting qilib o'sha yerga kirib olamiz. Qiladigan bo'lsak, endi bizga Xcode hozircha kerak emas, close qilib tursak ham bo'ladi. Chunki kerakli fayllarni ishlab oldik. Bu fayl folderimiz ham kerak emas, yopib tashlasak bo'ladi. Endi biza cloud degan sun'iy intellekt ishlaymiz. CLAUDE. Tak, yana bitta terminal ochamiz-da, bunga terminal deb yozib olamiz. E'lon qiladigan bo'lsak, proyekt folderlarimiz, PVD, qayerda joylashganligimiz, hammasi terminalimiz ishlaydi. Bu o'zi oddiy terminal, prosta sun'iy intellekti bor terminal. Bizda cloud ochganimizdan keyin, terminal ochganimizdan keyin cloud so'zini yozib olamiz. Shu folderga initialize qilishni xohlaysanmi deyapti. Yes. Cloud ochildi. Cloud modeli Haiku arzonroq model. Buni bilish uchun mana bu yerda terminalda mana bu yerga borsa, mana butun jahonning sun'iy intellektlarida yig'ilgan qasi, mana bu yerda model spaces degan joyi bor. O'sha yerda narxlari bilan aql darajasini ko'rsatgan. Gemini'niki, uniki, buniki, Cloud Opus degan modeli qimmat juda, tezligi ham o'rtacha.
intelligence ham bo'ladi yaxshi, lekin qimmat. Tokenni ko'p yeb qo'yadi. Keyin Cloud Haki bu eng arzon model. Men ishlatayotgan tezligi yuqori, intelligence pashti boygilar bilan bir xil. Narxi juda arzon. Endi bu yog'i ChatGPT bu men ishlatayotgan Cloud Haki bilan intelligence bo'yicha raqobatlashishi sahal mumkin emasmi ko'ramiz hozir. Meniki men bu ishlatayotganim tak pashti bir 70% deylik. ChatGPT higher ancha yuqori ekan uni. Higher sal kichikroqlari men bu pashti pastroq yoki bir xil atrofida bo'lishi mumkin. Baribir u ChatGPT ko'proq marketing tam nimadirlar, tam produktivini oshirish uchun. Cloud prямо kod yozish uchun Cloud ko'tamiz. Cloud deb yozib oldik. Bu joydan init tanlaymiz. Hozir bizani kodimizni, ya'ni folderni ko'rib, nima kodlar borligini aniqlab, fayllarni ochib chiqib, qanaqa kodlar borligini ko'rib, boyagi dokument faylimizni ham o'qib chiqib, proyektning strukturasini aniq bilib oladi o'sha. Keyin Cloud MD degan fayl bor, Markdown fayl bor. O'sha faylga informationni Future Cloud'da yozib qo'yadi. Keyin bu kelajakda yana qaytib bu folder ichiga Cloud deb yozadigan bo'lsa, terminaldan kirib, ya'ni Cloud kod bu terminaldan kirib ichiga kirsa, qaytadan kodni analiz qilmaydi, shu strukturani aniq bilib oladi. Mana shu Cloud fayl orqali. Hozir analiz qilyapti, Xcode proyektini ko'ryapti, o'zini fayllarini ko'ryapti, Xcode'ni build qilib, headlarini tekshirib ko'ryapti, muammoli yo'qmi, qayerda nima borligini hammasini tekshirib chiqyapti. Hammasini bo'lgandan keyin o'zi menga aytadi, "Shu bo'ldim, men ishga tayyorman" deydi. Men shu Cloud bo'yicha hamma ma'lumotlarni yig'dim. Shu sessionga ruxsat bersang deydi, men shu papkani ichida ishlayman, MD fayl yarataman deyapti. Men qaytib so'raman, shu session bo'yicha deb aytdi. Fayl yaratib oldi, men hammasi chotki. Xo'p. Done, created a composer guide. Chotki hamma MVM bo'yicha tushundim, hamma narsasini endi ishni boshlashga tayyorman. Endi bu joyda men aytaman, maqsadni yana yangilab olgin deymanda, bunga plan qilish uchun sharoit yaratib beraman. Buning uchun Shift Tab bezadigan bo'lsam, plan modga bu sun'iy intellekt o'zgaradi. Shu joyda endi kerakli promptlarni yozaman. Demak, bizda plan modga o'zgardi. Ishlashimiz uchun veb saytimizni ochamiz. Veb saytimizda bizda URL bor edi. Shu URLimizni unga tashlaymiz. Yarat, ishni boshla deymiz. Bu plan modda hozir sun'iy intellekt hozir kod yozmasdan to'g'ri analiz qiladi. API request qilish uchun deydi, Cloudga want to fetch content from API deb turib, shu API ni beryapti. Men yes desam, bir marta ruxsat bergan bo'laman. Yes, don't ask again for the API. Mana shu fetch qilishing uchun so'ramandan desam, shu varianti bor. No yoki o'zim aytaman desam, escape bo'lishi mumkin. Men hozircha buni bir marta fetch qilaman, sababi Cloud Code yana qayta kod davomida fetch qilib olmasligi uchun bir marta so'rayapti fetch qilishini. Men bir marta fetch qilgan, datani ko'rgin, responsga qarab turib model tuzgin deyapman. Qaysi cache mechanizm ishlatamiz? User default yengil, JSON uchun yaxshi. File manager, file based storage better for large database, more control over the file. Core data yaxshi variant, undan ham zo'r variant bor. Swift data ishlatamiz. Faqat o'zida user tanlaydi. Base currencies o'zida bo'ladi yoki o'zi boshqa base currency tanlash kerak, masalan, euro. Bitta bor edi unaqa narsasi. Bormi shunaqa API'da? Latest use. Men hech qanaqa tanlamaganman uni. User tanlaydi. Deployment uchun mock service yarataylikmi yoki API'likmi ta'vo. Avoid qilish mumkin mock service. Create mock service with fake data for deployment recommended for safe use. Yes. Eski cache ko'rsat, show error message. Mayli, ishni boshla. Bo'ldi, plan moddan o'tdi. Endi tasdiqlangan reja bilan ishni boshladi hozir. Xo'p, bizga endi bitta
currencies degan joyi bor edi. Endi currencies ham olamizda tashlaymiz. Menga nimaga bunaqa ko'rsatyapti degan savol paydo bo'lishi mumkin API'larni. Men extension qo'yganman. Shu extensionni qo'yib olganman. Keyin JSON Viewer Pro degani bor, uni ham qo'yganman. Sababi JSONni datadan kelayotganini sразу ko'rib o'qishim uchun, oson bo'lishi uchun, reusable deb. Yopib, ochib, kerak emas fieldlarni ko'rishim mumkin. Tak va bir currencies API keyinchi deb men tushunmadim. Nima unaqa bo'ldi? Bu yerda mana list bergan. Currencies. Agar men listimni olib tashlab, sen qilsamchi? Wood mana. Buni qanaqa qilib beryapti bu currencies? Mana shu uzun to'kkan ichida nimadir bormi? Bor ekan. Mana currencies deganda euro, USD, shunaqa narsa ekanda. Tak, bizda mana bu narsani qo'shamiz. Hozir qo'shayotganimizda bu ishni tugatgan bo'lish. Mendan so'rabdi bu. Tak. Here is a cloud plan. Tam exchange rate response codable bo'lsin. Tak. Codable ham bo'larsin, keep plan qilamizda. Tak, currencies integration'dagi exchange codable bo'ladi. Currencies rate date swift data bo'ladi. Modellar, models codable, mutable, keyin nima identifiable bo'lmadi. Bo'lsin. Currencies enam supported currencies yo currencies da san nimaga enam yaratasan? Dinamik bo'ladi-ku. Currencies Swift. Sen nega fayl yaratasan? Bu dinamik. Men nimadir tushunmay qoldim so'raymiz. Network service, currency operator, mock service, data service cache, Swift data caching, hop, domain fetch extension, register ikkala service ham, create model container, bu bo'lish kerak, aniq edi. Cache expiry 24 hours on one day. Base currency selection user can choose storage and cache method. Yes, the error handling if you have cache and variable bo'lsin, banner chiqarasan. Mock service on JSON format deployment. All network cache and sync await. Follow MVVM da shunaqa bo'lsin. Menda yana API bor. Bu API maqsadi currencies list olish. Pass beramiz. E'tiborli bo'l. Bu API query parametrlari bor. Uni user tanlab beradi deymiz. API call qilib response check qilib ol. Buni ham planni ichiga qo'shib qo'ysak, birinchi planni keep qildim, keep plan qildimda, unga qo'shimcha qildim. Yes, hozir yana fetch qilib oladi bitta. Aynan men bergan URL bo'yicha aniq qiladi. Birinchi planga yana qo'shimcha plan qiladi. Boyagi planni qo'shdi, davay qilib, endi yana bitta plan qiladida, buni ham qo'shadi. Tok fetching ketdi, bo'lmadi nimadir qilib, yana nimadir qo'shyapti bunga. Yes, mayli qilaver. Keldi statusi bo'yicha fetch o'zi nima qiladi, qanaqa ishlaydi deb tekshirib ko'rdi shekilli. To'g'ri, biz ham tekshirib ko'rmadik, xatoyimizni qaraylik bitta. Agar barobardan keyin bermasam nima qiladi? Voy, dalay hammasini qaytarar ekan. Mana nima uchun bizga kerak. To'g'ri, hammasini qaytarib, bitta qaytarsan, har bittasini olgandan ko'ra cashga yozib qo'yamiz u baribir. Bitta qaytarganda hammasini qaytaradi, borini qaytaradi deb ham. Keyin bizni localdan o'zini sort qilib olamiz. Bayroqlarini ham berganda zo'r bo'lardi-da. Qoyil, cloud aqlli, biladi nima ish qilish kerakligini. Boyaga bergan tasklariga qo'shib executable bo'ladi deyapti. Endi mana codable plus executable bo'ladi deyapti. API endpointlari hammasini tayyorlab qo'ydi. Service networklarga
API config base URL API key qo'shdi. Kelajakda API keyni o'zgartirsak bo'ladi. O'zi shuni o'yladim o'zi. Kelajakda API key nima token ma'mudagi token tugab qolsa, men senga boshqa API key beraman demoqchi edim. Может, balki kelajakda API keyni list qilib beramiz. Bittasidan request qilganda response 403 mi, 401 mi authorized qaytaradigan bo'lsa, limit session bir bola deydigan bo'lsa, ikkinchi API ni ishlatgan deb aytamiz. O'shanda berib yuboradigan bo'lsak, bitta API key limit tugab qolsa, ikkinchisini ishlatib ketadi avtomatik. Request qilayotgan vaqtida. Buni ham yo'li bor, uni ham mana qilsa bo'ladi. Xo'p, hammasi chotki, konteynerlar tayyor yaratamiz deyapti. Davay, endi auto akib qilamiz. Pastga yes manualni bosmaymiz. Auto akib deydigan bo'lsa, hammasini qabul qilib ishlashni boshlaydi o'zi. Mana bo'ldi. Davaychi ketdi. O'zi ishlaydi, kiradi, chiqadi, nima qilish kerak bo'lsa planni tuzdi, mana model yaratishni boshladi. Bu joylarda hammasini o'zi qiladi, so'rab ketaveradi. Kim ham aytadi? Yes, always allow access to extension balobatlarni yarataman deyapti. Shu fayllarni chekirib deyapti. Mana mkdir p folder balobatlarni yarataman, da ruxsat ber deyapti. Yes, keyin mendan so'rama, o'zing ish qilaver deyman. Bu yog'i cloudni o'ziga qo'yib beraman endi. Mana fayllarni papkasiga kiryapti-da, kerakli fayllarni hammasini yaratib chiqyapti ular. Bu hamma narsa, hamma ruxsatlar bitta session uchun. Har doim kirganda anaqa qilmaydi-da, bitta session uchun so'raydi. Ya'ni men hozir exit qilib chiqib ketadigan bo'lsam, cloud code yoki men terminaldan chiqib ketadigan bo'lsam, quiet qilib, qaytib yana kirib turib, yana shu komandalarni davom etgin desam, yana mendan so'raydi. "Ey, ruxsat berib yuborsanmi, yo'qmi?" deb so'raydi. Hozir bu API klasslarini yaratyapti, API degan mock servislarni yaratyapti development uchun. Biz hozir planshet yoki telefonimizda simulyatorimizni run qilib tekshirishimiz uchun keyin data cache fayllarini to'g'irlayapti. Extensionda double currencies extension qo'shyapti. Xo'sh, yana nima? Currencies flow bo'yicha DI dependency injection katta konteyner yaratyapti bu DI uchun. Keyin uni app ichida, ya'ni eng katta oynada registr qilyapti, uni share qilib. Singleton class bo'ldi bu. Bir marta yaratiladi. Endi qaytadan test qilib chiqyapti har bitta fayllarni. Power rates to'g'irlab chiqdi buni ham. Xcode builder schemada build qilib ko'ryapti va fayllarni har bittasi sintaksini, xatosini tekshirib ko'ryapti. Currencies does not nimadir deb chiqdi xato mana. Currency does not conform protocol decodable final class currency decodable ga conform qilmagan deyapti bu class. Keyin qaytadan codable equitable tegidan currencies equitable qo'yib chiqdi. Nimaga unday qildi hozir ko'ramiz. Equitable ma'mula uchun kerak. O'zi aslida struct qilganda bu narsalarni yozmasdan bemalol ishlatsa bo'ladi. Nimaga class qildi ekan davomman? Mayli. Build failed berdi. Nima Windows content has no model container. And Swift datani import qilish esdan chiqib qopti. Xcode build schema menimcha success bo'lsa kerak, chunki oxirgisi ish qoluvdi o'zi. Xcode build schema. Build succeeded. Yaxshi, natija. Hozir about tashiydi menga. Shuncha ishlarni qilib bo'ldim, shuncha o'zgarishlar qilib chiqdim deydi. Mana Samurai. Men buni Samurayni shunda olamanda copy qilamiz, keyin Xcode ochamiz. Tak, Xcode biz boya yaratib qo'ygan edik. Bundoq qolaylik-da, mana bundoq tashlasak Xcode ham ochiladi. Currency flow degan proyektimizni ochamiz. Mana fayl yaratilgan, gitga hammasi tayyor. Commit'ni bosamizda, ana hozirgisini tashlab qo'yamiz. Push qila olmayman, sababi repozitoriyim yo'q. Proyektimizni ochaylik, qilib ko'raylik bitta. Currency flow degan ilovamiz run bo'ldi. Hozir launch bo'lsak ko'rib chiqamiz keyin qanaqa ishlayapti bu. Umuman pashti kod yozganimiz yo'q. Endi to'g'ri, endi uni kiritib ber, buni kiritib ber deyildi-yu, endi u kod yozish kerakmaydi. Kerak emas, ana hello world ochildi. Endi tak, buni yopib turamiz. Bizda proyektimiz tayyor bo'ldi.
Endi buni yana terminalga o'tamizda, Cloud Code'ga o'tib, UI ga tushuntirishimiz kerak bunga. UI qanday bo'lishini. Tak, Xcode dan chiqib turamiz, bundan ham chiqib turamiz. Sababi bu kod yozgan vaqtida Xcode bu fayllarni ham ko'rib olish kerak, indekslab olish kerak. O'shanda bitta indekslab ketayotganda bu xato qilgan bo'lsa, qaytib kelib qani kodni o'zgartirsa, Xcode tanimay qolib, tomi ketib qoladi. Crash berib yuboradi. O'shaning uchun Xcode'ni close qilib turgan zo'r variant. Bizda kodimiz ishladi, servislarimiz hammasi ishladi. Endi bizga UI kerak. Davom etamiz. Plan modga o'zgartirib olaman. Shift tab bosamiz. Bizga UI design flow bo'yicha tab view bo'ladi, main bo'ladi, currencies bo'ladi, keyin settings bo'ladi. Tak, main ichida davay. Voy, kalla qo'ydim. Stop. Mayli. Bosaversin. Plan qilamiz dedim. O'zi planda ekan. Ishlashni boshladi. Endi biroz kutamiz. Bu polностью proyekt yana analiz qiladi. O'zi uchun bitta o'ylaydi, yaxshilab o'ylaydi. Keyin menga taklif beradi. Currencies list da har bir currency uchun qanday ma'lumot ko'rsatilsin? Code name, symbol, flag, emoji. Tak, symbol name, rounding nima type fiat. Fiat nima degan ekan, fiat. Symbol bormi aytdi. Hop, code name, code symbol name, decimal degan 3 tali bo'lib qolishi mumkin. Decimal note. Tak. Code test. Name, code, symbol, decimal digit, name, plural degan. Main tabda hello world dan keyin nima qo'shiladi? Currency converter bo'ladimi yoki boshqa funksiya? Hozircha hello world. Settings still language tanlash qanday ishlaydi? Full localization faqat English. Auto system. Tak, dark light auto system, default system settings tanlab, manual override bo'ladi. Faqat user tanlaydi ishlashni. System settings ignore. Kerakli savollarga javob berdik. Message try search with different key. Agar solid keys DRI prinsiplariga amal qilgan desa, mana bu currency flow presentation degan joyda komponent yaratib empty state view yaratgan. Agar bunaqa demaydigan bo'lsa, cloud o'zimman sun'iy intellektli farqi yozib tashlaydi. Taqir yozib tashlaydi. Bitta fayl ichiga yozib tashlashi mumkin. Endi bordir, endi bitta ikkita sun'iy intellekt aqlli o'zidan bilib kallasi ishlab bo'lish kerak buni deydi-yu, optimizatsiya varianti qilib yozib ketamiz deydi-yu. Endi bunga aytmasa, $100lik yoki $200lisini olmasa, aytish kerak buni. Aynan men ishlatayotgan model uchun aytish kerak bu narsani. Mana bu tez ishlagani bilan, ya'ni fast speed tez bo'lgani bilan, intelligence o'ylash yaxshi bo'lgani bilan, narxi arzon bo'lgani bilan baribir qolib ketadi mana bundan. Sanet kuchli modelidan yoki Opus'dan qolib ketadi. Tak, tayyor. Endi open qilib ko'ramiz. O'zidan ochsa ham bo'lardi, bari. Xcode. Content view ichiga mana content view endi kerak emas. Shuning uchun o'chirib tashlaymiz, qayta tarang qilamiz. Content view'ni ichiga o'rniga tab view qiladi hozir. Hello world current flow. Currencies bopladi mana. Dizaynni, ahvolini qarang. O'zim aybimda bu. Dizaynni modern qildim. No, basic, normalli. Yaxshi, yomon emas. Tak, juda sodda, juda dabdala xullas, bilmadim, lekin yoqmadi-yu. Atak o'zini native deb bo'lsin dedim-da mana buni bosganda. O'zgarishlari. Chunki language ko'p emas, shunchaki bitta ikkita language yetadi. Butun dunyoni nima qilaman men. Butun dunyoda ham o'zim hamma ikkalasi bor, o'zimiz uchun. Dark appearance, light appearance, dark, not supported, the cache. Alert qo'ygani kallasi ishlab qo'yibdi, lekin yaxshi. Rate asli ishlasa kerak menimcha. To'g'ri ishlasa kerak. Settings ham bo'ldi tushundim. Help privacy about yaxshi yechim qilgan, lekin mana shu yerda yaxshi yechim qildi mana. Endi o'zimiz qo'lda bitta narsa qilishimiz mumkin. Settings
view ni ichini ochamizda. Endi bu o'zim aytganman settings view qilgin deb, chunki o'shaning uchun aniq bilaman qanaqa nom qilganini. Agar bilmaydigan bo'lsa, mana papkalarni presentation ichidan boyagi o'qib chiqqan joylarning ichidan topsa bo'ladi. Header section ichida mana bu yerda section bergan, section ichida frame bergan, max with infinity berib yuborgan u. O'sha yerda hisobiga mana bu infinity katta chiqqan, uni o'rniga tak nima bundoq qilsak bo'lardi. Image tanlaymizda, image resources ichiga logo. To'xta, biz logoni qo'ydikmiz. Assets ichiga qo'ymabmiz-ku. Tak. Import download boyagi PDF variant logoni tanlab olsak mana. Logo tayyor. Settings ichiga kiramizda endi. Tak. Images resourcedan logoni olasan deymiz. Keyin system emas, endi bu resizable bo'ladi, scale to fit bo'ladi. Foreground bizga kerak emas bo'ladi bu. Clipped bo'ladi. Programmani name qola qolsin. Title bo'ladi. Up version bor. Tek bu kerak emas. Padding default qoladi. Clipped shape circle bo'ladi. Qayta taraf ko'rchi. Yaxshi. Async await ishlagan, task bilan ishlagan, ajoyib. Settings ga dedi-yu. Frame bermabsiz-ku bunga. Frame resizable dan keyin frame berishimiz kerak edi. Width 80 ga, height 80 bersak odam bashara bo'ladi. Nimaga rang qilib tekshiryapman? User sal ko'ringlar deyapman. Canvasda tekshirsam ham bo'lardi o'zim uni. Tak. To'g'ri, o'rtaga kelmabdi bu. Buni o'chirib qo'yib, buni ham o'chirib, mana bu yerda menu bor, Canvas. O'shani ochib qo'ysak ham ishlashga udobniy bo'ladi-yu. Buni ham bitta muammosi bor. Agar men shu page ochib turibman, yo'q menga mana buni kodi ham qiziq deb turib bitta bosadigan bo'lsam, buni kodi boshqatdan yo'q bo'lib ketib, mana buni build qilishni boshlaydi. Main tab view. Yo'q menga settings kerak edi, settings ochsam, yana mana bitta build qilishni boshlaydi. Zaryadkani yeb tashlaydi. Frame max with infinity bersak, tak o'rtaga chiqadi bu. Mayli clip shape olib tashlaymiz. Kerak emas ekan bunga. G'alatimi? Qanaqadir sectionni tak mana bunaqa qilamiz hozir. Navigationni title'ini inline qilmaymiz, mana bunday qilamizda. Forum bundoq qilsa ishlaydigan bo'ladi. Yaxshi. Keyin buni modern degan qilamiz. Tak bunga clipni o'rniga clip shape qilamizda. Tak circle bersak, dumaloq qilib berish kerak bu. Ana, frame 90 ga 90 bo'la qoldi. 100 ga 100 mana boymaydi. 100 ga 100. Yaxshi. O'zi asli 100 ga 100 emas, bu yerda ekranni size'idan oladigan bo'lsa yaxshi variant-ku, lekin endi biz hozir unaqa narsalarga e'tibor bermaymiz. Basic app ishladi. Endi currencies listni ochamiz. Mana ko'rdinglarmi? Shu mana settings automatic hide bu yo'q bo'lib ketdi-da. Trash qilib yuboradi. Xullas cache'dan tozalab yuboradi-da. Bunga o'tadi. Bunga o'tgandan keyin tak bizdagi navigation stack ichida ekan, Z stackda ekan. Buni ham o'zini holatiga olib chiqamiz. Tak, mana bunday qilgan ishlashligi uchun keyin list plandan keyin tak list plan o'zidan keyin bundoq qilganda yumshoqib ketish kerak. Tak, padding qilsamchi. O'zi ichiga berib qo'yadimi? Bu har bittasiga berdim mana. Padding the horizontally. Chiroyli. Hadya sal o'zgarishlarni samarga olamiz. Test qilishim uchun tayyor degan joyni olib, tak git stage commit push qila olmaydi, lekin nimadir xato bo'lishi git bilan muammo bo'ldimi deymanda shu. Existing remote ga remote name tak location
add. Push create from main. Get. Voy, qo'sha olmay qolgan ekanda. Mana getga chiqib ketdi. 3 ta kommentariy bilan. Hozircha tayyor. Birinchi versiyasi. Run qilib tekshirib ko'ramiz endi. Real device qanday ko'rinishi ishlayapti. Yaxshi, ajoyib. Endi bundan keyin qiladigan ishimiz yaxshilab main page ideyasini o'ylab ko'ramiz. Keyin yana ishlaymiz. Xo'sh, biza davom etamiz. Zaryadga qo'yib oldim kompyuterimni. Keyin usage qancha ishlayotganimni tekshirib olamiz. Bu haftaga 71% ishlayotganman. Hozirgi session 18%. Yana davom etsak bo'ladi. Yana nima qilamiz? Proyektimizni home page'ini o'ylashimiz kerak-da. Plan modga o'zgartiramiz. Shift tabni bosib main view agarda user tanlagan pul birligini o'zi hisoblash qanaqaligini bilmayman, yevroni ishim tushmagan. Bo'ladi. Qani bersinchi, endi men maksimalni kallamni joyiga qo'yib hisobladim hozir. Endi o'ylab ko'rdim. Balki bundan ham yaxshiroq prompt berish imkoniyati bor bo'lsa kerak. Ancha charchadim, chunki hozir kamida 3 soat 4 soatdan o'tiribman hozir bash proyekt qilaman deb. Aynan shu video cho'zilib ketmasligi uchun alohida bo'lim qilib videoga olib anaqa qo'yaman hozir. Uzib sizlarga tushunarli bo'lishi uchun alohida punktlar bilan keyin montaj qilib alohida qo'yaman. Section UI stars favorite icon checkbox multiple text stars favorite icon qilamiz. Currencies tabda user qanday qilib pul birliklarini tanlaydi. Har bir currency rowda checkbox yoki star icon bormi? Yo'q, unaqa narsam yo'q hozir. Checkbox multi select buni qilamiz menimcha. Swap to add, swap to left qilsa favorite bo'ladi. Baribir shu favorite'ga borar ekan-ku. Har bir rowda checkbox tab tanlanib edit mode orqali select qilib, mayli shunaqa qilsa ham bo'ladi. Eng optimal version tanla. Tak, menyuda base currency o'zida kiritilayotganini qanday tanlash kerak? Picker yoki drop down bottom sheet qilib chiqarsa, text field yanada yonida drop down tanlagan currency ko'rinadi. Bottom sheet button bosilsa sheet ochiladi, barcha currenceslardan tanlaydi. Type counting. Yo'q, xo'sh variant. Convert qilingan natijalar real time ko'rinsimi? Har bir harf kiritishida yoki faqat user tugmachani bosgandami? Real time. User qaysi tartibda tanlangan bo'lsa, shunday ko'rsatiladi. Alfabet bo'yicha currency kod bo'yicha AZga drag to reorder. User o'zi drag qilib tartibni o'zgartirishi mumkin. Zo'r-ku. Planni tayyorlayapti hozir. Endi savollarini berdi. Savollariga javob berdim. Endi javobimdan qoniqib o'zi plan tayyorlaydi. Planni ko'rib chiqib, keyin aktiv qilamiz. Main view currency convert implementation data storage app storage create currency preference class buni qilaman. Update currency tab add favorite button to each currency row ga qo'sharkan. Tapping stars toggle favorite star visual indicator empty icon favorite icon of storage immediately. Menga yoqdi deylik ideyasi, gap yo'q. Ko'rmasdan endi hozir ham tushuntirib bera olmayman. Xo'sh, natijasi tayyor. Tak, buni olamizda copy qilib qo'yib turib chiqani. Chiqib ketmadi X kod, yaxshi o'tib bormadi. O'zgartirishga kiritgan faylari hozircha push qilib turaman. Tak, run qilamiz. Currencies. Tak, yaxshi. Canadian dollars. Yes. USD dollars. Yes. Japanese yen. Yes. Back. USD dollar. $1. Convert to bunga. Endi $100 qilamiz. $100. Convert to ikkita currencies. Canadian dollarda 130 kas bo'lar ekan. Hop, men buni bossam, nima bunda shunda hozir menda bu modku.
hali real mod anaqa emas-ku. Endi men bu list o'zgartira olmayman o'shanda yoki yevroga o'tib turib, men buni bosib turib bunga qaytsam, amazing. Zo'r o'ylab natijaga erishdik. Endi aytamiz, biz versiya chiqarib bo'ldik. Test qilib ko'rishim kerak. Men hozir misol men test qildim, ajoyib ishladi. Test qilamiz. Base URL o'zgartirib, realga o'zgartirib beradi hozir ular. Thinking switch dependence container user real API not mocked. Add login for API call and cache hits. Test until initialize the API call and caching. Test cache hint and restart. Settings ichiga qo'shib berdim. Tak, yaxshi. Mana bu tarafda chiqqan narsa context left until auto compact. Bu degani siz yozayotgan kontekst juda kattalashib ketdi. Uje o'ylash ozgina qiyin bo'ladi cloud kodga degan ma'noda keladi bu. O'shaning uchun mana hozir biz uni kommentariy anaqa qolaylik-da. Tak, copy qilamizda slash misol uchun compact deb bo'lsa, mana clear conversation history but keep a summary in context. Optional compact, ya'ni keyin modullarni qo'shsang bo'ladi deyapti. Biz shunaqa qilsak, yana keyin hozir bitta task bergan paytimizda tomi ketib qolmaydi. Keyin bor bo'lgan kontekst o'ylab ish qiladi. Hamma narsani hisob kitobini oladi. Clear qoradigan bo'lsak, xato bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni noldan unga tushuntirishimiz kerak qatga yetganimizni. Hozir aniq tekshirib ko'ramiz. Bu real API ga o'tkazib berdim dedi. Bo'ldi, test qilsang bo'ladi endi dedi. Real API bilan ishlaymiz dedi. Xo'p, currencies bossam, real API dan cache currencies all hit, cache exchange rate hit. Currencies hit. Mayli, bunaqa narsalar deb aytamiz hozirga. Keyin bizdagi ana nimaga haqiqiy data chiqmadi bu yerda? Cache data clear. Menimcha shunga bo'ldi. Yen bor ekan, yuan kerak menga. Qani yuan. Yuanniki nima edi? Cn mana Chinese. Cn mana bosimni. Menga o'tamiz. Dollar tanlayman bu yerda. Qidirib ko'raman. Dollar USD. Tak. 100 mayli. 100. Mana shu yerda keyboard chiqishi qanaqa ekan? Number pad yaxshi. $100 Canadian dollar deb bunaqa bo'lar ekan. CNN Japanese deb yen bo'lar ekan. Yaxshi, converter yaxshi ishladi, settings da cache ham yaxshi ishladi, clear data ham yaxshi ishladi. Lekin favorite qilganlarimni clear qilmadi. Cache clear qilganimda ham cache o'zini clear qildi, uni olmadi. Kodga o'tamiz. Men bo'lishi mumkin. Hozir bu bitta tekshirib chiqadi. Bu tekshirib chiqqandan keyin biz buni gitga push qilamiz. Keyin redesign bilan shug'ullanamiz. Ya'ni light mode, dark mode, balo-battarli ishlash kerak, language support qilish kerak. Aytgandek shu. Nimaga language support qilmayapti? Language Russian ga o'zgartirganimda real time o'zgarish kerak edi bu. Language support qilmayapti. Necha marta o'zi ishlatdik. Browser ochamizda, request paneldan dashboard ochsak, 15 marta ishlatib qo'yibmiz. Tak, 15 marta ishlatib qo'yibmiz. No favorites bo'lib turibdi. O'tga o'tamiz. Mainda yo'q. Bunga o'tamizda tak, bizga kerak bo'ladigani Russian ruble. Tak, yana keyin Chinese yen, Japanese o'tamizda mainda USD dollar turibdi. USD dollarga 100 yozdik. Rubl shuncha bo'lar ekan, shuncha yen bo'lar ekan, bu yana shunaqa bo'lar ekan. Endi cache clear qilamiz. Datani ham reset qilib tashlaymiz. Mainga o'tamiz. Reload bo'lib ketdi. Bunga o'tamiz. Selectlar qolib ketdi. Selectlar qolib ketdi. Men cache clear qildim. Clear all data qildim. Ammo tabdagi items ichida is favorite qilinganlari qolib ketdi. Ishlaydi desak, best practice bo'ladi. Create notification names for caching data clearing events and notification publisher to card load exchange bo'ladi.
varianti ham yaxshi. Combine bilan men ishlatdim yo'g'iga. Endi run qilamiz qaytadan. Tak, favorite qilamiz. Dollar o'zi bor. Yevroni xohlaganimizni qilib turaylik hozircha. Ishladi bu ham ishladi, bu ham ishlaydigan bo'lsa. Tak, clear cache. Clear data. Home'ga o'tgan. Bu amazing, magic. Zo'r ishladi. Ideal degani mana shunaqa bo'ladi. Ideal desa, kimdir ideal desa, mana shuni ko'raveringlar ideal. Ajoyib ishladi lekin, ajoyib. Main view ichida data yo'q bo'lsa, nima qilyapti bizga? Hali data yo'q bo'lsa, go to degan button klik bo'lsa, keyin yaxshi savol. Keling, main view ichida qanday navigate qilayotganini tekshiramiz va tab view selection ishlatish kerakmi yoki yo'qligini tushuntirib beraman. Bu navigation ishlatish shundoq ham tab viewni select qilsa bo'ldi-ku. Shundoq tab view keyingisiga tab change qo'rardi buttonni bosganda. To'xta, tabni select qilish uchun tabni view'lida olib yurish kerak bo'ladi. O'shanda nima bo'ladi? Here's a plan how it's binding implementation. Main tab Swift state private var section tab. To'g'ri yechim tab selection binding qilish ekan. Endi men senga aytdim shu gap. Mana nima uchun kodlashni, dasturlashni bilib turib sun'iy intellekt ishlatsa, produktiviy oshib, effekti ancha yaxshi bo'lib, aniq-tiniq navigation, u tab view balo-battar degan narsasini aniq ishlatishligini bilamiz. Shuning uchun hatto prompt engineering yo'nalishini tanlayman deydigan birodarlar ham tanishli bo'ladigan bo'lsa, basic foundation o'rganish kerak, baribir shu language dan o'tish kerak. O'sha baribir o'rganmoqchi bo'lgan language'ini basic foundationlarini bilish kerak. Nima qiladi, qayerdan oladi, nima qilish kerak, arxitekturalar qanaqa o'rganib chiqish kerak shu narsalarni. O'qishdan erinish kerak emas. Xo'p, navigationni hal qilibdi. Mana biz buni hozir nima qilganligini changes olamiz. Commitga o'tamiz yana. Changes navigation hal qildim dedi bu maqtanchoq. Tak, bo'ldi, kodni push qildik. Endi run qilamiz. Tanlanmagan go to deb bossam, mana bu tabga o'zgardi. Endi agar men buni bossam, back qilsam, unga sirazi mana natija. Yana bitta xususiyat manual qo'shib yuborsak ham bo'ladi. Shuni ham sun'iy intellektga aytamizmi deb o'tirgan bo'lsak, shu joyda mana selected tab bo'layotgan joyda main tab view'ni ichida bu. Bizi main view'ni ichida bizda button bor edi. Go to currencies degan joy bor edi. Endi o'sha narsani bosganimizdan keyin yo'qolib ketadi mana. Lekin mana bu joyda turibmiz. Yana biz anaqa qilmoqchi, biz currencies qo'shmoqchi deydigan bo'lsa, agarda biz buni mamutga qo'yib turib, keyin bu ikkalasini VStack olib, VStack spacingini 16 beradigan bo'lsak, kartochkani tagidan 16 tashlab beradi. Da keyin padding qo'yib beradi. Shu button qo'yib beradi. Ana. Endi select more bitta bosib yoqqa o'tib ketadi. Endi dizaynni chiroyliroq qilsak bo'ladi. Taka hozir bo'laveradi hozir. Biz cloudga qaytamiz. Usage bosamiz. 73 bo'pti. 14 foiz bu yerda ishlatganmiz. Barcha joylari yaxshi ishladi. Ishi boshla. Agar hozir dizaynlarni ko'rib chiqib, bizga UX UI dizaynni modern dizayn qilib cho'tki qilib bersa, xuddi shu proyektda keyin onboarding screen yasa deymiz. Onboarding screendan keyin App Store uchun publish qilishga App Store guide yaratib ber deymiz, fayl yaratib beradi. Yaratib berganidan keyin biz App Storedan proyektimizni publish qilishni ko'rib chiqamiz. Tak, bunday qilamiz. Copy qilamiz hamma faylga, push, run. Vah, dahshat. Convert real time rates. USD dollar, select more currencies, select. Vah, animation, easy animation, smooth transition. Nimaga tepadi qotgan? UI to'ldirib
veb-sayt bo'lib qolibdi-yu. Eskisi yaxshi edi. Voy, dabdala qilib qo'yibdi. Dark. Darkda yaxshi chiqdi lekin. Chichuvarding, chichuvarding. Menga desigin umuman yoqmadi. Apple Human qaytadan qil. Change. Nimaga bunaqa qilib har bittasini tekshirmasdan push qilayotganimning sababi keyin shu kommentariyaga qaytaman-da men. Rollback qila olmayman-da, shuning uchun bemalol birinchi push qilib ishlataman. Bo'ladi, sal normalroq. Ekran to'la. Yaxshi. Animatsiyasi qanaqa ekan? Tak. Sen tanlandi. O, yaxshi. Bu ham yomon emas. Select more. Padding qani? Padding. Voy, search. O'zi shunaqa turardi o'zi. Mayli. Navigation ekan menimcha. Settings. Hozir men light mode ga o'zgartiraman buni. Qani? Yeymanda lekin shu sun'iy intellekt holiga xato qilsa. Vah. Qaytib kirish kerakmikin boshqatdan? Light mode, dark mode, real time emas. Bunda padding yo'q. Qani? Currencies list. Unga agent set beradi. Topdan 6, leadingdan 16, bottomdan 6, trailingdan 16. Bum. Yaxshi. Cho'tki ishlar. Davom etamiz. Bizda proyektimiz tayyor. App Store ga chiqarishimiz kerak. Bundle ID'ni olamiz. App Store Connect degan portal bor. Shu yerga kirishimiz kerak. Hamma o'zini Apple ID'si bilan kiradi. Safari'dan kiringlar deganimiz sababi ham shu. Safari tezroq ham ishlaydi. Apple o'ziniki bo'lganning hisobiga bitta shu fingerprintmi degan narsasi bor. O'shani отпечаткani qo'ysa, hamma narsani o'zi qilib beradi. Bir xil bolalar bor, undan o'tmayapti deydi ani. SMS ketmayapti, unaqa qilmayapti, bunaqa qilmayapti deydi. Bizda applicationlarimiz spiskasi chiqdi. Plusni bosib turib, bundle registratsiya ham qilsak bo'ladi yoki app o'zini qilib qo'ya qolsak ham bo'ladi. Butga iPhone uchun qilyapti deymiz. Name to'liqroq o'zini toza name mana bu. Choice language English bo'la qolsin. English UK, US mayli farqi yo'q. Bundleimiz yo'q. Sertifikat bo'limiga kiritdik mana. Sertifikat identifiers ekan. Identifier degan joyga buni bosib app IDs degan joyga continue app o'zi bu butun anaqani bo'yicha tekshirib beradi. Boyaga mana bundle name'imizni beramiz. Buni descriptionga ham o'zini berib qo'yamiz. Continue bosamiz, register qilamiz. The attribute provided entity has invalid value. This is the valid number. To'xta. Back. Currencies flow app ID deymiz. Register qildi. Endi qaytamiz. Bitta refresh berib olaylik-chi. Yaratish iOS ga name English UK choice bundle degan joydan mana chiqdi. Tanlaymiz. Bunisiga mana beramiz. Limit access bor, full access bor. Limit access degani userlar kira olmasligi mumkin, link berib kiriladi. Unlimited app distribution bilan kiriladi. Full access bo'lsa, bu App Store dagilar ko'rsin degani. Create bo'ldi. Hammasi cho'tki. Endi biz unga sun'iy intellekt qani. App Store uchun yozib fayl qilib ber. Test flight ga o'tamiz. Test flightda hozircha hech narsa yo'q. Botdan test flightga chiqarish uchun produktni tanlab archive deymi, archiv deydimi tanlanadi. Tanlangandan keyin avtomatik arxiv qilayotganda ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan joyi bor. Klik qilamiz boshqatdan. Mana bu yerda tanlanish kerak. Any iOS device RM deganini tanlab turib, keyin produktga borib, keyin archive qilinadi. O'shanda
barcha RM platformalar uchun deyiladi. Chunki App Store shunaqa qonun qoida chiqarib qo'ydi. Bundan buyog'iga hammasi RM uchun chiqariladi. Archive qiladigan narsasi, distribute qiladigani TestFlightga only beramiz. Hozir App Store'ga chiqarmaymiz. Only TestFlightga bersak, shu bergan faylimiz TestFlightdan boshqasiga o'tmaydi. O'shanda uli ham to'g'ridan to'g'ri release bu deb tasavvur qilmaydi. Keyin hozir men ham faqat sizlarga chiqarish ko'rsatyapman TestFlightga. TestFlightdan keyin publish qilishni alohida ko'rsataman. Unga ham alohida video qilamiz. Birato'la TestFlight desam hozir UI detect UI'lar bor, ko'rinmay qoladi. O'shanda qiynalib qolasizlar. Boy men bunaqa chiqib qoldi menda, nima bo'ladi endi deb aytib qolishinglar mumkin. Shuning uchun chiqadigan muammosini ham oldindan ko'rsatib, shu muammoga yechim berib ketaman. Ortiqcha savol paydo bo'lmaydi. O'zi aslida men o'chib tashlay oladigan. O'zi aslida mana 10 tarafini ezib, new file from template, privacy degan narsa bor. Shu narsani yaratib qo'yish kerak. Yaratilgandan keyin enter bosiladi. Pastga tushadi bu mana. To есть emas bitta proyekt ichi yaratish kerak edi. Tak, new template, privacy. Tak, mana tushdi. Keyin tushganidan keyin info ga o'tib turib, tak, app example and script degani bor. O'shanga no berib qo'yish kerak. Bu ham tushdi. Tak, utils, foundation, domain, DI, data joyda. Privacy ga yangi bor narsa shu API nutrition label degani bor. Uni ichiga access privacy access API types tanlaymiz. Items ichiga nimaligini aytib ketishimiz kerak bu yerga. Data call deyapti. Qanaqa data olasan deyapti. Bu yerda men bundoq qilganda hech qanaqa data olmayman, to'g'rimi? Shuning uchun userdan data olmayman. Data olmaganim uchun shundoq bo'lib qoladi. Userdan nima data olyapti proyektimiz? Hech qanaqa data olmayapti. Bo'ldi, mash fayl bo'lsa bo'ldi. Tak, bizga yaratib berdimi? App Store modifile lc App Store file. Tak. Endi informationlarni kiritishimiz uchun biz boya upload qildik. Refresh berib ko'ramiz endi. Refresh berib ko'rdik. Refreshdan keyin bizda build chiqdi. Build complete bo'lgan. Keyin build versionga mana missing complete ga mana buni tanlaymiz. None of algorithms. Boya biz info plist ichida qo'shgan narsamiz mana shu. Hozir mana bitta info plist ichiga bitta so'z qo'shdik-ku mana. App using non-script degan narsani qo'shib qo'ysak, har doim mana shu narsa chiqadi bo'lmasa, warning bo'lib. Shu narsani info plist ichiga qo'shib qo'ysak, so'ramaydi hech qachon. Men ready for test deydi, shu tayyor TestFlightga deydi. Keyin bu yerdan testers degan joyiga bitta bossa, hech qanaqa testers yo'q. Bu yerga testers qo'shishdan oldin mana bu yerga internal testing degan bo'lim bor. O'sha yerga plus bosilsa, internal test yarating deydi. Internal test group deb nomlaymizda. Keyin enable automatic distribution ni tanlab olamiz. Endi yaratildi-da, bu yerga tester qo'shgan deydi. Testerlar misol uchun qaysi odam programmani skachat qilib test ko'rsa bo'ladi degan narsa. Men o'zimni qo'shaman hozir. Hozircha hech kim yo'q menda boshqa. Invent bo'ldi deyapti. Lekin akib emas hali. Keyin build уже qo'shildim bunga testga. Endi invent bo'lganimni bilishim uchun men brauzerga qaytaman-da, Gmailimga kiraman. Tak, TestFlightga mana keldi SMS menga. Azimjon, sen TestFlightga qilding, keyin men buni complete process qildim. Hozir chiqargan proyekting proses ishlari tugadi, komplekt bo'ldi deyapti. Keyin mana proyektda TestFlightga qo'shilganligi haqida ogohlantiryapti deyapti. View on TestFlight deydigan bo'lsa, menga hamma page ochiladi mana. Endi bu yerdan
TF degan programma shu mana shu test flight mana test flight ochiladi. Mana bu copy qilib olinadi. Bu yerda aytyapti qadam App Store'dan test flightni qidir, tortganingdan keyin open qil, sen registratsiyadan o'tganingdan keyin redeem invent from settings ichidan qaraysan deyapti. Keyin enter mana bu so'zni kiritsang, o'sha sen test flightga qo'shilasan deyapti. Tak, bizda test flight mana test flight'im ochildi. Bu ichida bir qancha applicationlarim bor. Ana settingsdan o'tasan deyapti. Randomni tanlaysan deyapti. Mana bu aytgan random invents from settingsdan olasan deyapti. From settingsdan randomni tanlaysan, enter kodni kiritasan, randomni bossang, bu o'sha mana senga tushdi test flightga deyapti. Install qilish uchun mana bu ishlab ketadi hozir narsalar. Keyin to'g'ridan to'g'ri necha megabaytda, qancha kunda tugashi, versiyasi, balobatlari, kimligi, qanaqa qilishligi ko'rsatilgan. Open qilsa bo'ladi, send feedback qilsa bo'ladi. Mana shu kirdi. Yo'q, hali tanlasa mana kelyapti. O'sha mana datalar settingsga o'tyapti mana. Bu endi iPad dizayn bo'lgan hisobiga Mac'da ham ochyapti mana. Bemalol ochyapti. Kattalashtirsam, kichkinlashtirsam muammosi yo'q. Go-to'ni bossam hammasi cho'tki logikada ishlayapti. Tak, send feedback beradigan bo'lsam, yaxshi bo'ldi. Screenshotlarini tashlab, bunisi qilsa bo'ladi. Muammo yo'q unda. Endi bu ketdimi? Mana bu yerga qaytamiz. Test flight sanda qabul qilindi degan message bo'lish kerak. Ana unda invent turibdi. Refresh beramiz. Refreshdan keyin bizga test flightga qabul qilinding mana deb keladi. Mana distribution degan joyi o'sha endi test flightdan o'tamiz, hammasidan o'tamizda. Mana bu yerga yetib kelganda build deganni bossa, test flightdan o'tgan buildni qo'shib bo'lmaydi mana. Klik yo'q. Only test flight degan joyi, internal test degan joyi mana shu yerda xatolik bo'ladi. Mana shu yerda faqat testiga buildlarni qo'shish mumkin. Chunki nimaga? Endi versiyalar ko'p bo'ladi mana bu yerda, chalkashib ketish mumkin kelajakda. Shu bilmasdan boshqasini tanlab olish mumkin. Testiga versiyasini tanlab olish mumkin. O'shaning uchun test bilan protni alohida ajratib turish uchun ko'rsatuvadi buildlarni, lekin test bo'lgani uchun belgilab bo'lmaydi. Endi mana bizga mana bergan hamma ma'lumotlarni to'ldiramiz. App Store uchun information, app name'ga mana buni beramiz. Tak, app name qo'ydik. App information degan joyda app name bor. Tak, subtitle'ga mana buni olib qo'yamiz. Tak, primary'da finance tanlaymiz, secondary'ga business tanlaymiz. U ko'payib ketibdi. Tak, real time currency converter deb turib nom qo'yamiz. Tak, age ratingga, xo'p, bu bizda hech qanaqa uchinchi tomon narsalarga shaxs tarqatmaymiz, fohishalikka da'vogar qilmaymiz, medical contentli yo'q, hayotga taalluqli bo'lgan narsalar yo'q, seksualni aniqlik yo'q, mana app ratingini hujum qiladigan, urushga da'vat qiladigan narsalar yo'q. Hammasini o'zimiz bilamiz nimaligini. Bu bolalar katta yoshlilar uchunmi yo'q degan yoki kids uchun yo overheight degan hech narsa tanlamaymiz. 4 yoshlilar uchun proyektimiz chiqadi. 4 yoshlilardan boshlab bu yog'iga skachat qilsa bo'ladi. App rating qo'ydik. 173 ta davlatda available bo'ldi. Koreya Public of Respublican, xo'p. Encrypt shart emas bizga, notification'ni kerak emas. Bo'ldi, endi bu yerdan save qilamiz. Bo'ldi, app review'ga o'tamiz. Bu yerda hech narsa yo'q. History'ga o'tamiz. Bu yerda hech narsa yo'q. Prepare for submission'ga o'tamiz. Bu yerda to'ldirishimiz kerak bo'lgan narsa promotional text. Kategoriyasi ratingi 4+ bo'lyapti menda. App description'ga full description mana bu bo'lyapti. Tak, description'ga mana ketdi. Full description'ga mana qo'yamiz. Mana. Tak, full description. Menimcha mana shu edi o'zi aslida full description, biz adashtirib qo'ydik.
Apple mana bunaqa narsalarni qabul qilmaydi. O'shaning uchun birato'la olib tashlaymiz. O'zi aytish kerak edi, Apple qonun qoidasiga moslab yozib ber deyish kerak edi. Biz sal shoshildik, kech bo'lib ketgani hisobiga. Odam charchadi ham. Уже esdan chiqib qoldi odam narsalarni aytish. Maksimalniy harakat qilyapman tushuntirishga. Ketdi bu ham. Save ko'ramiz. Xatolik bermadi. Tak, short description kerak emas ekan. Keywords o'tib ketib qoldi. Demak, mana bunisini mamtga qo'yamiz. Promotionga qo'yib qo'yamiz. Promotion textga keywords ga o'tdik. Tak, keywords mana qo'yamiz. Tak, support URL ga men o'zimni LinkedInimni qo'yib yuboraman. Sababi marketing URL kerak emas, versiya copyright optional kerak emas ekan. App clip build bu bor. Application signing bilan kiradimi? Yo'q, hech qanaqa kirmaydi signing. First name Azamjon, last name Abdurasulov. Phone tak 9989 949 email azamxxm@gmail.com kiraman. Save xatolisi bo'lsa o'zi aytadi. Agarda men bitta simvol qo'ymoqchi bo'lsam, misol uchun deylik, men bitta bergan simvolimni olamiz. Nimaga o'chirib chiqdingiz desanglar, mana save qilsam, shaqillat xatolik tashlaydi mana. Toza til bo'lmayapti deydi. O'chirman buni deydi. Keyin o'chiraman. Tak, image berishim kerak. Botga 6.5 display iPhone 11 larda bor. O'shaning uchun proyektni iPhone 11 da run qilaman deb to'g'ridan-to'g'ri screenshot tashiyman shu yerga. iPhone 11 ochaman, run qilaman. Buni qo'yamiz. Tak, settings qo'yamiz. O'zi boshqa page ham yo'q o'zi. Mana bunday qilganda bittasini tanlaymiz, qaytib kelamiz. Mana unda bosamiz. Maqsadini aytamiz proyektni. Bunday qilib manage qilsa bo'ladi. Keyin dark mode ham qo'yamiz. Proyekt dark mode ham bor degandek. Tak, dark. Kimlidir dark mode ham yoqadi. Kimliga light mode yoqadi. Endi xuddi shuni iPadga o'tamiz. Screenshot. Shundan kategoriyasiga o'tib, bittasini tanlab yana o'tamiz. Tagga o'tamiz. Ma'lumotlar keyin rasmni oldi, bittasini qo'yib settings va developer debug qo'ygan endi. Buni qo'yamiz. Mana buni qo'yamiz. Developer dark. Bo'ldi. Bular ham ketdi. Endi clear qilamizda buni. Versiyani ko'tarish esdan chiqib qolmasin. Обязательно binary error beradi bo'lsam, ikkinchi build beryapman deysizlar, birinchi versiyaga ikkinchi build bo'ladi o'shanda. Boya birinchi buildni berganmiz, endi ikkinchi buildni beramiz. Sababi App Store'dagi versiyalar bir-biriga konflikt bermasligi kerak. Bu уже production release bo'ldi. Test tanlamadimda App Store Connect'dan birato'la publish qilish tanlab oldim. Ham test flightga tushadi, ham publish qilish bo'lib ketadi.
bir yana vaqt bo'lib qolganda boshqa bir darslik qilib ko'rsataman. Xohlasanglar shu proyektni kommentariyasiga yozib yuboringlar. Git bilan birga CI/CD integratsiyasini qanaqa qilishni o'rgating deb yozsanglar, kimgadir qiziq bo'lsa, buni ham ko'rsatib beraman. Juda ham oddiy narsa bu. Xo'p, testga ketdi. 1.0 build App Store o'zidan TestFlightga o'tamiz. Endi mana 1.0 versiya ikkinchi build tushdi, process ketyapti. Process dam bo'lgandan keyin mana bu versiyani pastga o'tadi. Pastga o'tganidan keyin biz uni internal testga ham kirib turib, buildni bosib turib, mana bu qo'shsak bo'ladi. Yoki ular tekshirishligi uchun yoki sizlar link berib tekshirmoqchi bo'lsanglar, misol uchun bu internal test degani sizlar qachonki mana akkaunt qo'shasizlar testerlarni, qo'shganingizdan keyin shu akkauntdagilar test qilish imkoniyati bor deb turib berasizlar. External test degan narsa bu public link orqali beriladi. Mana external testga bunaqa yaratsak bo'ladi. External testing group deymiz. Group create external testingda sizlar build qo'shasizlar. External build, ani internal build bo'lmaydi bunga. Internal testga ichkariniki. External testga publishga beriladigan anaqasi bo'ladi, build bo'ladi. Bunga qo'shamiz, appga beta bunisi ma'lumotlarni kiritamiz. Tak, vodka applicationni tak mana shuni yozib qo'yamiz. Signing kerak emas bu programmaga, shunchaki bersanglar bo'ladi. Next testerligi nima qilamiz deyapti. Mana bunda olamizda submit. Bu Apple degilar bu narsani ko'radi. Apple degilar tekshirishadi. Haqiqatan bu testga bersa bo'ladimi, tuzli narsa beryaptimi? Waiting for review turibdi. Buni Apple dasturchilari ko'rib chiqadi. O'sha testlash jarayonini. Okey bo'lsa, mana bunaqa beradi. Hamma narsaga aniq bo'ladi. Keyin men buni tester qo'shmasdan bemalol mana public link orqali mana create open anyone filterga tester unlimited degan narsa bilan open anyone conform qilsam, mana shu link orqali kirib testerlar qo'shiladi. Endi distributionga o'tamiz. Bizda screenshotlarimiz bor, ma'lumotlarimiz to'ldirilgan. Qayerdadir privacy joyi bor edi. App availability degan joyda price scheduling degan joyini qo'yamiz. Price schedulingda choice price 0, United States dollardan 0, hammasidan 0. Available bu dunyo bo'yicha nechtadir davlatga chiqish bo'yicha anaqasi. App availability degan narsa bu all countries degani 175 ta davlatga chiqarasan proyektni deyapti. Conform qilasanmi deyapti. Conform qilaman dedim. Tak, availability app'ni release'dan keyin deyapti, ko'rib chiqiladi deyapti. Tak, app categories, category App Store software bo'ladi deyapti. Purchase, subscription. Endi app informationga o'tamizda ko'rib chiqamiz. Build distributionga o'tamiz endi yana. Build plus qilamiz. Ikkita build bor. Bittasi gray holatda tanlab bo'lmaydi, ikkinchisi tanlasa bo'ladi. Bu boya aytgan narsam bu. Select qildik, app icon tushdi, save qilamiz. Add for review ni bitta bosamiz. O'zi yana bitta tekshiradi. Xato joyimiz bor bo'lsa, bizga xatoing bor deb error tashlab beradi. Mana bunaqa. This items will app information ichida nima qolib ketdi? App content needing does your content show access third party library? No. Third party library yo'q. Product server, anchor script, save. Yana unga o'tamiz. Yana review beramiz. Endi boshqacha error tashlash kerak bu. Privacy page qo'ymagansan deyapti. This must be entries privacy. Copywriting bilan men zo'r yo'lni o'rgataman. Bunda olamiz. Bizdagi warp qani? Warp ochamiz.
Tak, verbda currency flow cloud I can use add the copyright information. Menga tak nima qilamiz endi? Else qilamizda App Store fayl ichiga kerakli yozib ber deyman. Endi veb-saytga o'tamanda GitHubni ochaman. Menda programmalarimni chiqarish bo'yicha shu muammo bo'lmasligi uchun repozitoriy ochganman. Application privacy content mana. U yerda programmalarimni privacylarini kiritib boraman. Bu public repository bo'lgani hisobiga application privacy contact us mana aytdi bor ekan. Bularning hammasi yoziladi hozir anu MD fayl ichiga. Keyin men u MD faylni mana bundoq qilib open qilamanda. Tak release mana privacy page ga mana bundoq tashlaymiz. File name bizda nima edi? Anaqamiz nomi, programmamiz nomi currency flow. Tak, endi privacy policy degan joyni ochamiz. Get started deb bosamiz. You have to apply libraries. No, set up privacy page degan joyi bor. Choices ham should. Buni ham qilamiz. Publish qilib publish qilamiz buni ham. Bo'ldi, chiqib ketdi. Yana o'tamizda nima deyotdi boya app infoni ichidan developer notes yozmabman-ku men. Tak, save qilamiz. Accessibility turibdi, same rating. Repair bosamiz, yana qayerdadir xatolik bor edi. Mana shu oynaning oxirida copywriting degan joy bor deyapti. Mana submission chiqdi, submit ketdi, go to review page, waiting for review, SMS keladi email pochtadan. Status ko'rmoqchi bo'lsa, ana waiting for review da turibdi. Keyin o'zgartirib bo'lmaydi mana. Faqat remove this version degan narsa bor. Hamma narsani berib yubordi, shu bo'ldi. Proyekt qilib, testlatga chiqarib, yana proyektni build qilib, App Store ga chiqarib, App Store dan o'sha ertadan agar javob kelib qolsa, uni ham alohida video qilaman. Mana publish bo'ldi deb agar reject kelgan bo'lsa yoki reject emas, qanaqadir information deb 2-1 guideline bo'yicha information so'rashgan bo'lsa, berib yuboramiz. Kelajakda keyin yana misol uchun balki yaxshiroq redesign qilib, yana applicationning yangi update versiyasini chiqarishni ko'rsatib beraman. Xo'p, videoni shutgacha tomosha qilgan bo'lsanglar, qoyil, sabrli, qoyilman. Metinda irodanglar bor ekan, gap yo'q. Agar bu qismligi bo'linib chiqqan videoda endi bu agar hozir shu versiyasini ko'rib qolganlarini ko'rmagan bo'lsanglar, endi qolganlarini ko'rishni tavsiya qilaman. O'zi ham 7 soat davomida proyektni ishlab tugatdim. Sun'iy intellekt bilan, cloud code bilan hamma narsani sun'iy intellektga qildirdim. Maksimalni kam kod yozdim. Pashti umuman yozmadim desa ham bo'ladi. Kommentariy yozinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lishni bosib qo'ysanglar, kelajakda yaxshi videolar chiqib turadi. Bundan buyog'iga endi YouTube aktualni ushlashga harakat qilamiz. Yaxshi mavzular bilan kommentariyda qanaqadir savollar yozsanglar, shu savol asosida ham video chiqarishga harakat qilaman. Currency Flow degan dastur chiqaruvdik. Aynan Apple platformasi uchun ishlab chiqqan edik. Biz bu narsani 18-noyabr kuni ishlab chiqqan edik sizlar bilan. 19-noyabr kuni App Store bizga tekshirib berganda hammasi to'liq to'ldirilganligi, to'g'ri to'ldirilganligi, barcha ma'lumotlari borligini hisobidan App Store bizani dasturimizni qabul qilib, approve qilib bergan, ya'ni ready for distribution degan status bergan. Hech qanaqa reject, hech qanaqa attachment so'rashmagan. Information biza berganmiz hamma joylarida. Mana programmamiz nima ish qilishi, subtitlelari qanaqa, finans bo'limida, biznes bo'limida kategoriyalari bor. Bundle IDlari to'liq berilgan, up rating berilgan, 173 ta davlat ichida publish bo'lgan bu proyekt.
Endi 173 ta davlat ichida bo'lib turgan odamlar buni bemalol App Store ga kirib, iPaddan, iPhone telefonidan kirsa, yuklab olib bemalol ishlatsa bo'ladi. Xo'p, mana versiyamiz chiqqani, tasdiqdan o'tganligi haqida kichkina submission message'imiz bor. Bu joyda version history degan bo'limi bor, ya'ni biza nima qilganmiz. Birato'la hammasini tushuntirib ketaman. Birinchi biza qilganmiz programmani publish qilishdan oldin hamma holatlarini tekshirib chiqib, programma moshni ishlashini o'zimiz aniq bilib olganimizdan keyin test flightga chiqardik. Test flightni buni bilsanglar kerak. Test flightga ham chiqarganimizda ikkita usul bilan chiqardik. Birinchisi internal testing, ikkinchisi external testing. Internal testda shunchaki o'zingizning userlaringiz ichidan bittasini olib, tanlab, misol testerlarni ichiga qo'shsangiz, ular qabul qilishi bosadi. Qabul qilishi bosgandan keyin ular test flightda paydo bo'ladi. Bu birinchi usul, ya'ni internal, ichki holatdagi test uchun. Biza keyin external test yaratdik, guruh yaratdik. U yerda external testda public link berdik. Kimki endi mana shu linkni copy qilib jo'natganimizdan keyin bizani o'zimizni test qilishimiz kerak bo'lgan odamlarni anaqasiga bersak, gruppasiga bersak linkni, o'sha link orqali kirishsa hech qanaqa muammolarsiz programmani avtomatik yuklab olish imkoniyati bo'ladi. Test flightni ol, uni yukla, randitni bosib, randomli kodlarni terib, u bosh oraliq bo'lmaydi. Shu link orqali kiriladi, shunchaki skachat qilinadi, programma test flightdan sirazi yuklanib ishlatib ketadi. Testerlarni qo'shish yana boshqacha usullari bor. Biz aynan public link orqali yo'lni tanlaganmiz. Build berganmiz va buildni App Store uchun publish qilganmiz, ya'ni external testni muvaffaqiyatli bo'lishi uchun Apple platformasidagilar tekshirib berishadi, ya'ni App Store Connect'da tekshiradigan dasturchilar ular tekshirib berishadi uni. Shundan o'tib olganimizdan keyin bo'ldi, bu yog'iga faqat build berib tekshirib ketsak bo'laveradi. Ularni kimlar qo'shilgan bo'lsa, shu berilgan link orqali ularga avtomatik notification boradi, build boradi. Buildni bemalol tekshirishsa bo'ladi. Endi kirib turib har bitta testni qo'shib yurishimiz shart emas. Bu yaxshi usul, best practice desa ham bo'ladi. Imkoniyatingizdan kelib chiqib shu narsani qilganingiz yaxshiroq. Programmamizni endi tarixini tanishtiradigan bo'lsak, ya'ni publish qilishimizda hech qanday reject olmadik biz. Birinchi nima qildik? Prepare for submission bo'ldi. Prepare for submission 19-noyabr kuni bo'ldi. 19-noyabr kuni soat 4 dan 2 minut o'tganda kechki, shu o'zimizni ertalab tongi vaqt deylik, tongi shu bomdodga yaqin bo'ldi. Keyin ready for review ga o'tgan vaqti 4 dan 40 minut o'tganda bo'ldi. Ya'ni o'rtada 38 minutdan keyin shu ready for review ga o'tgan. Ready for review dan waiting for review ga o'tgan, ya'ni o'sha 1 minut o'tar o'tmas sirazi avtomatik o'tib ketgan hammasi. In review ga o'tgan. In reviewsi soat 19-noyabr kuni soat 5 dan 26 minut o'tganda Apple dasturchilaridan biri bizani programmamizni tekshirishni boshlagan. Va bu tekshirish oxiri 19-noyabr kuni soat 6 dan 11 minut o'tganda, ya'ni ertalab 6 dan 11 minut o'tganda programmamizni ready for distribution statusga o'zgartirib bergan. Ya'ni Apple platformasidan, App Store'dan barcha qonun qoidalariga mos bo'lgan holatda programmani tarqatish imkoniyatini bergan bu dasturchimiz, tekshirib bergan bu narsani. O'tgan qadamlarni qaraymiz. Deylik soat 4 da biz publish qilgan bo'lsak, 6 dan 11 minut o'tganda bizani tekshirib programmamizni qabul qilib bergan. Ya'ni 2 soat va 11 minut atrofida vaqt ketgan, App Store ga programmamiz chiqqan. Bu juda ham ajoyib natija. Bu uncha-muncha anaqa dasturchini qo'lidan kelmaydi deb o'ylayman, chunki meni fikrim. Nimagaki? Chunki ya'ni bugun publish qilindi, bugun ko'rildi, bugun tekshirildi, bugun distributionga berildi. Bu ajoyib natija. Birinchi versiyani o'zi, ya'ni men sun'iy intellekt bilan kod yozib, hamma ma'lumotlarini to'ldirib, shu sun'iy intellekt menga hamma narsani yozib berdi, text fayllarini. Men o'zim shunchaki mana bu plus bosilgan holatda kerakli inputlarga hammasiga sun'iy intellekt bergan narsalarni to'ldirib chiqdim. Faqat men u sun'iy intellektga kerakli promptlarni hammasini o'zim berdim. Shu bilan bu Currencies Flow uchun bag'ishlangan video darsligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda shu videoni ko'rib
vibe codingga qiziqsanglar, kommentariy yozsanglar, yana bir ajoyib mavzu bo'ladigan bo'lsa, o'sha mavzu bo'yicha vibe coding qilib, yana boshqa narsa, misol yana qanaqa o'zimizni personal veb-saytimiz, landing page'imiz, boshqa narsalarni qilishimiz mumkin. Shu bilan virtual darsligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'linglar.